ichkarisida hozir trendga chiqayotgan aylanadigan polkadan qilib berganmiz. Bu obyektimizda ishimiz tugadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu joyimizga proxoshka mebelni qilib berdik. Bu proxoshka mebelimizda hamma mebellarga qaraganda bir boshqacha bir narsa qilganmiz. Sizlarga ko'rsatib beramiz hozir. Ichki ko'rinishlari, bu tarafimizda polka, veshilka, yana polka qilingan. Eng ajoyib joyi mana shu joyda. Oynali ishini ochamiz. Ichkarisida hozir trendga chiqayotgan aylanadigan polkadan qilib berganmiz. Oyoq kiyim taxlash uchun polni aylantirishadi. Polning pastdan tepaga qilib turib, juda ham ko'p oyoq kiyim ketadi. Bu yerda haqiqiy zapasli joylarimiz ham qolgan ekan, oyoq kiyim taxlanadigan. Domlar uchun juda ham qulay yechim. Sizlarga qiziqayotgan bo'lsa, kommentariyada izohlar qoldiringlar. Kommentariya bizning ishlarimiz qiziqayotgan bo'lsa, o'zingizlarning fikrlaringizni qoldiringlar. Savollar qoldiringlar, javob beramiz. Like, podpiska esdan chiqmasin. İşimizga baho berib qo'yinglar.